bu oy ham nasiyaga bergan tovarlarim pulini to'liq olaman. Nasiyaga bersam, pulim ko'payadi, foydali bo'ladi, barakali bo'ladi desam, qatta bekorlarni 5 tasini aytgan ekanman. Undan ko'ra naqdga berganim yaxshi. Nasiya baribir nasiya ekanda, barakasi yo'q. Bular siz uchun tanish gaplarmi? Unda siz yolg'iz emassiz. Har oy o'nlab tadbirkorlar aynan shu muammoga duch kelishadi. Aslida muammo nasiya savdoda emas. Muammo uni tizimsiz, nazoratsiz yuritishda. Ayken Finance bilan bu muammolarning barchasi hal bo'ladi. Har bir mijozning to'lov qobiliyati tekshiriladi. Har oy kim qancha to'lov qilish kerakligi nazorat qilinadi. Sizning nafaqat savdoyingiz, balki pullaringiz ham barakali bo'ladi. Endi pullar qani deb izlamaysiz. Endi qaysi ishonchli mijozga sotsam ekan deb o'ylaysiz. Marhamat. Xush kelibsiz.